Qo'shni sushi qayerda qiladi Termizda? Yomon qo'rna chiqoldi bu sushini ko'rib. Termizda qayerda yaxshi sushi qilinishini bilasizmi? Yo'q-da. Yuring, men sizga ko'rsataman. Ketdik. Manzil sohil to'yxonasi ro'parasida joylashgan 4 akopka market yonida. Ish vaqti esa ertalabki soat 10 dan kechki 11 gacha o'z faoliyatini olib boradi. Bu yerda sizlar uchun turli xildagi sushilar tayyorlanadi. Bundan tashqari, lavash, pitta, hot-dog, cheeseburger, gamburger, club sandwich, pizzaning turli xillari va KFC'lar tayyorlanadi. Hamda yetkazib berish xizmati mavjud. Barchangizni Yeb ko'r oilaviy kafesiga taklif qilamiz va kutib qolamiz. Assalomu alaykum aka, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Biz do'stim bilan sushi yeyishga kelgandik. Manzilda adashmabsiz, sushini eng zo'rlari, eng mazalilari bizda akajon. Mana bu menyumiz, ko'rib aytaverasiz. Bizga Lor California bilan pishirilgan rol berasiz. Bo'l. Boshqa narsa kerak emas? Rahmat. Xo'p, charchang. Aytdim sizga. Yaxshi joy bering. Dada nima deyapman? Men Yeb ko'r kafesiga kelaman, har doim shu yerda klientman. Bu yerda sizlar uchun yangi menyular qo'shilgan, ko'rsangiz mumkin sushilar, qilinadigan ovqatlar ham juda bir odamga yoqimli. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Kelinglar.